Bugun borsang yaxshi bo'lardi. Bo'pti, Zilola. Muslima, gapim meni oxirigacha eshitmadi. Mayli, o'zi bo'ladi. Ana. Oy, assalomu alaykum dadasi. Alaykum assalom. Tinchlikmi onasi? Kayfiyatingizgacha? Dadasi, siz uchun ataylab dasturxon tuzab qo'ydim. Dasturxonlar boshqacha yoki bugun birorta bayrammi? Ha, bayram. Sizni sog'-omon kelishingiz men uchun bayram. Shohiy, hozir 10 daqiqada yetib boraman. Kelib qoldim. Yo'q, o'rtoq, kelmay qo'yur. Bu nima deganing? Nega, nima bo'ldi o'zi? Irodani xo'jayinlari o'tib qoldi. Gapimiz keyinga oyib qoldi. Nega? Anig'ini bilmadim. Ertaga yig'ilib birgalikda o'tamiz, xo'p? Dugonam eridan yosh bema qolibdi. Lekin menchi kun-u tun oilamiz uchun tinib bilmay ishlayotgan xo'jayinni qadriga yetyapmanmi? Biror